Al-Buxoriy, sen jim tur deb jerkib tashlangan bu 11 yashar daho qanday qilib o'sha ustoziga o'z xatosini o'chirtirib, kitobini boshqatdan yozdirishga majbur qilgan edi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Buxoroning bosh muhaddisi Ad-Dohiliy minglab toliblarga hadis ilmidan dars o'tayotgan edi. U roviylar zanjirida adashib, Sufyon Abu Zubayrdan, u Ibrohimdan deb xato o'qiydi. Shu payt jamoat ichidan ingichka bir bolakayning ovozi yangraydi. Ustoz, Abu Zubayr hech qachon Ibrohimdan rivoyat qilmagan. Hamma hayratda. Ulug' ustozning qattiq jahli chiqib, yosh bolakayni xalq oldida jerkib tashlaydi. Ammo u 11 yoshli Imom Buxoriy edi. Bola zarracha qo'rqmasdan mutlaqo xotirjam turib, "Ustoz, agar gapimga ishonmasangiz, ichkariga kiring-da, asl nusxaga qarang" deydi. Ustoz hayrat ichida hujrasiga kirib, o'zining qadimiy kitobini tekshiradi va dahshatga tushadi. Bola haq edi. U yugurib tashqariga chiqib, butun jamoat oldida boladan yordam so'rashga majbur bo'ladi. "Ey bola, bu yog'i endi qanday bo'ladi?" Al-Buxoriy o'ylamasdan Zubayr ibn Adi Ibrohimdan deb tarixiy xatoni bittada to'g'rilab beradi. Ustoz qalam olib o'z xatosini o'chiradi va bu daho bolaga qarab, "Sen haqsan" deb tan berishga majbur bo'ladi. Ustozining xatosini to'g'rilash bu hali holva. Imom Buxoriy arab diyoriga mashhur bir olimdan hadis eshitish uchun oylab yo'l bosib borib, nega undan bitta ham so'z so'ramay, indamasdan ortga qaytib kelganini bilasizmi? Bunga birgina otni aldash sabab bo'lganini eshitsangiz, hayron qolishingiz aniq. Bu sirni birinchilardan bo'lib eshitish uchun hoziroq obuna bo'ling.